Assalomu alaykum hammaga. Bugun qiziqli voqea bo'ldi. Hazrat zapchas bozorida zapchas samaqa girdik. Girişin 4000 so'm deyildi. Lekin biz yaxshi dedik. 5 plastikdan to'laymiz dedik. Lekin terminal yo'q deyildi. Keyin yillardan terminal topib keldi. Keyin bizga chek berdi. Chek esa 4,5 yozilgan, bir chiqqan chek. Bu degani 1.2 degani u. Bizniki emas u. Biz esa 6,5 dan girdik. Bu degani noqonuniy ishlatib turibdi. Shunda noqonuniy ishlatib turibsizlar videosini qo'yib beraman. Bu videoni shuni noqonuniy ishlatib turganlarga tashlab qo'ying. Bozorga qaridon, bozor ko'mlar, mana shular ham tashlab qo'ying, belgilab qo'ying. Kommentariyada ham o'zingizning fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Bu gap qanchalik to'g'ri? Xudo xolasa ikkinchi seriyasini ham chiqaramiz hali. Mana ikkinchi seriyasini chiqarishga sabab ular geçishini bizga aytib berdi. Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab berayapman deb. Lekin biz to'g'ri qonuniy girdik o'ra. Ular esa noqonuniy ishlatib turibdi ekan. Biz 6,5 girdik. Videoda davomida ko'rasizlar. Ular esa bizga 5,5dagimi, 5dagi cheki berib turibdilar. Bu degani 1 chekini noqonuniy ishlatib turibdilar. Sog' bo'linglar. Ular ustundan ham qarab turinglar. Dring. Bize zapchasa girmeye geldik biri. Zapchasa iyi. Hozirna plastikdan to'lajakmiz. Lekin plastik yo'q deb turibdilar. Terminal yo'q deb turibdilar. Endi qaranglar, nechalik to'g'ri bu. Terminal yo'q deb turibdilar. Yana chekim bezaklar. Chekini vaqti lekin ko'rdik hozir. Soat 5dagi, lekin bize 7 necha bo'lsa? 6,5 bo'lsa. Bu chekini 5da chiqqan. Eldindan chiqib qo'ydilar, mana desa. Zo'r. Firmaning numarasimi? Ha. Oldu. Biz Hazrat bilan zapchas bozoruna geldik. Birden çıkartırımız bize çek verdi. İyi set çıkartırlarımız 631. 631 kadar. Telefonun kana? Gör bakalım. Gör bak telefonunu. Gösterdi bir akı. 633. Benim vekalatıma giremek. O çekim mi? Eşetti. Abi. Takılmadı mı? Yok işlemli kartaları. Durup mu? Bu mu? İşlemlik mi? Yok durmadı ku bu olan böyle. Bu makine akı? Yok ben şundan çek verin ya. Bu çek sonra mıdır?